ikkalamiz eng ko'p yo'qotadigan narsa. Mana shuni dastidan topolmaganimiz dastidan uyda bir 75 marta urishganmiz. Qatta! Yo mashina. Bu ularning mashinalarining kalitlari har doim uydan chiqib ketganlaridan keyin 30 sekund o'tadi va menga telefon keladi. Уже сразу tushunaman. Farida, iltimos. Keyin oiladan tashlab yuboradi menga. Ikkalamiz eng ko'p ishlatadigan narsalarimiz. Mana shtativlar. Farida любой payt, любой joyda syomka qilib tashlaydi. Shuning uchun kirsangiz yo zalda, yo kuxnyada, yo qayerdadir o'tda, yo vannada hamma joyda mana shunaqa shtativlar yotgan bo'ladi. Bu Timurxonning shampunlari har kuni ertalab yuvadilar. O'zim lichni guvoh bo'lganman, kunda 2 marta sochlarini yuvgan paytlari ham bo'lgan. Между прочим, ishlatsam ham sifatli, originalniy, keraksiz koreyskiy shampun ishlataman, так что нормально gaplashamiz. Uyimizda umuman kerak emas, lekin baribir ham uyimizda nimagadir turaveradigan narsalar. No. Wait. Nimaga PlayStation? Men o'ynash bilmayman. Shuning uchun kerak emasmi endi? Mana shu anorni men 16 yoshga to'lganimda bozorlik qilganimizda olganman. Uyimizda bilmayman, hali ham yotadi, lekin hech kim yemaydi. Chunki menga anor ye deyishgan, o'shuning uchun olganman. Onasini ham sen yeymini? Artishga yaraman. What?